Assalomu alaykum, hurmatli onajonlar. Yaxshimisizlar? O'zinglarni ehtiyot qilyapsizlarmi? Xavotir olmayapsizlarmi? Bilim olishdan charchamayapsizlarmi? Bugungi mavzuyimiz quloq, uni gigiyenasi, parvarishlash haqida batafsil gapirib beraman. Demak, hammamiz bilamizki, quloq uni ichida oltin gugurt yoki quloq chirki deyiladi, paydo bo'ladi va uni ko'pchilik kir sifatida qaraydi va uni tozalash kerak degan tushuncha bor hammada. Hozir biz uni batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, o'sha oltin gugurt, quloqdagi oltin gugurt yoki quloq chirki, quloq mumi ham deyishadi. Demak, bu mana quloq kanalini 30% qismidagina ishlab chiqiladi va u aslida kerak, chunki uni vazifasi bor va uni biz har doim tozalab tashlashimiz kerak emas. Uni vazifasi shundan iboratki, u qulog'i namlantirib turadi hamda tashqaridan kiradigan mikroorganizmlarni ko'payib ketmasligini oldini olib, qulog'imizni shamollamasligini oldini olish uchun kerak hisoblanadi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu quloq suprasi deyiladi va bu tashqi eshituv yo'li. Bu esa nog'ora parda. Endi e'tibor qilgan bo'lsangiz, quloq tashqi eshituv yo'li bu yoqqa kelib, ya'ni unda kengroq qismi bor, torroq qismi bor. Bu kattalarniki bo'lgani uchun shunaqa ko'rinyapti. Bolalarda torroq bo'ladi u, kattaroq qismi va torroq qismi. Demak, quloq tozalovchi ustni palochka deymiz. Quloq tozalovchi palochkali bilan, tayoqchali bilan biz kirni tozalaganda o'sha kirni keng qismidan tor qismiga itarib qo'yamiz va keyin bu tiqinga aylanib, ertaga suv kirganda yoki nam havo kirganda, cho'milganda bo'kib, eshitishga to'sqinlik qilib qo'yadi yokida og'riq chaqirishi ham mumkin. Demak, o'zi bu kirni tozalash kerak emas, chunki u pastki jag'imizni harakati hisobiga ovqat chaynash vaqtida, gapirganimiz vaqtida, bolalarda emgan vaqtida o'zi tashqariga harakat qilib tushib ketadi. E'tibor qilgan bo'lsanglar, ko'pincha bolalarning quloqida mana shu suprasini tashqari qismida o'sha ozgina sariq narsa tushib turgan bo'ladi. Yopishqoq bo'ladi. Bu sog'lom bolalarda shunaqa bo'ladi. Yiringdan farqi, yiring bu suyuq bo'ladi, hidli bo'ladi. Hidsiz ham bo'lishi mumkin. Lekin u yostig'i namlab qo'yadi yiring. Bu chirk esa yopishqoq bo'ladi, mumsimon bo'ladi va maqsadga ko'pincha bola emganda, ovqat chaynaganda tashqariga chiqib ketadi. Qaysi holatlarda tozalashingiz mumkin? Bu, demak, bolamiz cho'milib chiqqandan keyin mana shu qismi quloqga qo'pol qilib aytganda barmoq kiradigan qismi, ya'ni nomiga dahliz qismini sekingina bundoq aylana harakati bilan tozalab olamiz. Buni har kuni, kunora har cho'miltirganingizda tozalash shart emas. Bu o'zini o'zi tozalash vazifasi bor. Faqatgina ehtiyoj bo'lganda ba'zi bolajonlarimizda bu bezlar aktiv ishlaydi hamda oltin gugurt ko'p ishlab chiqariladi. Ana o'shalarda agar kirish qismida, ya'ni ko'zga tashlanadigan qismidagina kir bo'lgan holatda siz o'sha ko'ringan qismini tozalab tashlashingiz mumkin. Endi suv kirmaslik uchun oldini olish uchun nima qilishimiz mumkin? O'zi bolani to'g'ri holatda cho'miltirsangiz, ya'ni bolani ushlab turganingizda boshi balandroq, qolgan tana qismi pastroq bo'lganda va bo'yinlaridan yuvishni, cho'miltirishni boshlab, keyin oxirida boshini yuvganingizda o'zi odatda suv kirib ketmaydi. Lekin agar sizda hali chaqalog'ingiz kichkina bo'lsa va bu birinchi farzand bo'ladigan bo'lsa, ko'p onalarimizda qo'rquv bo'ladi. Shu sababli siz oddiy uyimizda topiladigan narsalardan aytishim mumkin. Bu paxtani vazelinga botirib, tiqib qo'yish. Ya'ni bunda baryer hosil bo'ladi, to'sqinlik hosil bo'ladi. Tashqaridagi suv yog'i bosib o'tib keta olmasligi hisobiga quloq ichiga suv kirmaydi. Endi aytaylik, cho'miltirdingiz, paxtangiz tushib ketdi cho'miltirish vaqtida va bolani quloqiga suv kirdi deb taxmin qilyapsiz. Shunda nima qilsa bo'ladi? Eng oddiy usuli bu fenni o'rtacha issiqlikda qo'yib, quloqdan 30 sm uzoq bo'lgan masofada o'rta issiqlikda quritib olamiz. Bu juda ham yaxshi natija beradi odatda. Va agar xona sovuq bo'ladigan bo'lsa, shapkacha ketib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin bu quloqqa o'zi odatda havo almashib turishi kerak. Ya'ni kechasi bo'ladigan bo'lsa yoki xonada harorat xullas xonada shu sharoit bo'ladigan bo'lsa, ko'proq bolani bosh kiyimsiz qoldirishni tavsiya qilaman. Agar siz buni doim shapka bilan yoki paxta bilan bekitib qo'yadigan bo'lsangiz, bu yoqda zamburug'lar va boshqa kasalliklar kelib chiqish ehtimoli oshadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.